Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan aka-ukalar. Bugun 2026-yil 30-aprel sanasi. O'zimizning bog'imizdan video chiqarib gapiryapmiz. Xorazm viloyati Bog'ot tumanidan. Avatar uzumi juda ham serp hosil bo'lar ekan. Har bir novdasida mevasi bor. Xorazmda qanaqa bo'lar ekan deganlar uchun payvand qilsak deb, bu payvand qilingan. Mana har bir novdasida mevasi bor. Ha, ulan. Yo'q, bosadim ya ayam. Az ketamiz ham bo'lib boshlaydi. Har bir mevasi, novdasida mevasi bor. Mana tagiga karbamid berib suv ochyapmiz. Erta bahor olma po'st bergandek, endi esa karbamid beryapmiz. Hosili ko'p bo'lgani uchun ozuqani ko'proq beryapmiz. Mana har bir novdasida mevasi bor. Hali buning bahorgi xomtaga olinmagan. Nega deganda payvand qilish uchun qo'yganmiz. Hali o'zimiz uzumlarimiz ko'pini payvand qilmadik. Zakazlarimiz ko'p bo'lgani uchun o'zimizniki qolib ketyapti orqaga. Mayga o'sib turib o'zimizga payvand qilamiz. Shuning uchun buning xomtagini olmaganmiz. Endi olinadi, buning xomtagi hali olinmagan. Mana har bir novdasida mevasi bor. Xorazmning ham iqlimiga juda ham zo'r tushar ekan bu avatar. Sizlarga ham tavsiya qilamiz ko'paytirishingizni. Har bir novdasida mevasi bor, serp hosil uzum ekan. Mana sizlarga ham tavsiya qilamiz. Avatar uzumidan payvand qilib ko'paytirishlaringizni. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz. Mana bu nokni bir yil oldin mana shu yerdan avgust oyida mana yaproq ko'rsatmayapti. Avgust oyining 15-sanasidan keyin 2025-yil avgust oyining 15-sanasidan keyin payvand qilganman. Hozir 2026-yil bahorda unib chiqqan. Hamma biladi. Avgust oyida payvand qilinsa, ko'z muttik deyishadi ko'p odam. Mutti sovuq deyishadi. Mutti sovuq ulasangiz, kelasi yil bahorda unib chiqadi. Mana bir yil oldin ulangan mana shu yerda. Mana shu yerda ulangan. Bu yil bahorda unib chiqqan, o'sib. Mana bu shira ham tushibdi. Shirinja. Endi dorlab boramiz. Meva qilgan, mutti sovuq ham meva qilar ekan. Shu yil ulasangiz, kelgusi yil meva shoxasiga, meva muttigidan uladigan bo'lsangiz, meva qilar ekan. Mana buni ham ulaganman, 2 joydan ulaganman. Mana bu yerdan. Har ehtimol tutmasa-da 2 joydan ulagandim. Bunda meva yo'q. Bunda mana o'sha yerda ulangan, 1 yil oldin. Bunda meva yo'q. Bu meva muttidan tushgan shekilli. Mana sirazi meva qilgan. Kamdan kam hollarda mutti sovuqdan 1 yilda meva qiladi sirazi. Bu kamdan kam hollarda kuzatiladi. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz.